American trapped in the Uzbekistan border. Lamborghini nomi bilan tanilgan amerikalik bloger O'zbekiston chegarasida 3 kun qolib ketdi. Gap shundaki, bloger 2 yil avval noyob Lamborghini'da dunyo bo'ylab sayohatga chiqqan. U O'zbekistonga may oyida kelgan. Sentyabr oxirida esa u mamlakatni tark etayotganda Samarqanddagi Jarima bojxona postida to'xtatib qolingan. Boisi u Lamborghini'sining mamlakatda bo'lish vaqtini 2 oy muddatga o'tkazib yuborgan. To'lov tizimidagi muammolar sabab bloger jarimani 3 kun davomida to'lay olmagan. U ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlaridan birida agar qo'yib yuborilmasa, Tramp amakini aralashtirishga majbur bo'laman deya hazil ham qilib o'tgan. Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Husan Tangriyevga ko'ra, haqiqatan ham qoidabuzarlik sodir bo'lgan. Blogerning mashinasi O'zbekistonga 2025-yilning 2-may kuni kirib kelgan va 2-avgustdan kechikmay mamlakatdan chiqib ketishi kerak bo'lgan. Ta'kidlanishicha, dam olish kunlari bo'lgani uchun bloger to'lovni amalga oshirishda qiyinchilikka duch kelgan. Chunki bu kunlarda valyuta ayirboshlash yoki naqd pul yechib olish kabi bank operatsiyalarini amalga oshirishning imkoni bo'lmagan. Keyin esa sayyoh belgilangan tartibda 23,72,000 so'm miqdorida yig'imni to'lagan va 29-sentyabr kuni Lamborghini'sida O'zbekistonni tark etgan. Qayd etish joiz, qonunchilikka ko'ra xorijiy transport vositalarining O'zbekistonda bo'lish muddati 90 kun etib belgilangan.